Привет, men qadrli любимчиklarim. Toshkentga ketishdan oldin singlarimga bir yordam bo'lsin deb hovlini supurib qo'yib ketay desam, kichkina singlim birga yordam beraman dedi. Bo'ldi, xo'p dedim. Shu daraxtni gullari tushar ekan, lekin shipirish azob ekan bori. Shipirgan sari orqaga qaytib kelaverar ekan. Da biz shevada shipirish deydi, supurish demedi. Singilcham bilan birinchi shu yalangda hovlini, ya'ni biz shevada yalang shipirib oldik. Keyin singlim musor paqirda olib keldi. Musorlar solgandan keyin bu hovlini supurishni boshladik. Guzormonda changamasin deb suv sepay desangiz, men bu daraxtni gullari yopishib qolar ekan. Biri shipirib kelib, borib qaytadan yana shipirib keldim. Chunki gullar orqaga uchib ketaverib, yel qilib tashladi boru. Keyin bu yoqda ham musorlarni to'plab oldik. To'g'ri, anchadan beri shipirganimiz yo'q. 4 ta qiz bo'lib turib shipirmaysizlarmi deysizlar. Axir bizda tinmasdan yomg'ir yog'yapti, nima qilaylik? Bitta singlim bilinchik pishiryapti, bitta singlim bo'lsa, men bitta asabga tegib, damashni tapishga so'rab o'tiribdi. Men bitta bo'lsa singlimi qilgan qilig'i kameraga tushib qolgan. Men buni sekinlashtirib qo'ydim. Men qilgan qilig'ini gitara qilib cholganu, shipirgini ham mayli qo'yaverasizlar. Yerga qarab astoydil shipirorgan men bittan singlim shunaqa shipirgan qaranglarda changib ketgan. Bitta tepaga qarasam chang osmonga chiqyapti. Nima changitib tashladingiz desam, o'zingiz suv sepmaydi deydi. Ha mayli dedim. Boring musor paqirda olib keling desam, menga eshilib borib olib kelyapti-yu. 1,5 kun qoldi, sabr qiling, qaytib ish buyurmayman dedim-da, уже biz hovlini supurib bo'ldik. Sizlar yaxshi ko'raman, qadrli любимчиklarim. Bay bay.